so'ragan original Belarus motovloylari hozir ishlash jarayonida. Bularni hozir ukamiz bir qator minib ko'rsatib ishlatib beradi. Kimga shu turdagi Belarus motovloylar kerak yoki qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlarimni aloqa chiqishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik uka menga Belarus motovloyini olganman yoki boshqa turdagi 7 ot kuchli motovloyni xarid oldim. Shuning uchun men orqasidagi telechkalardan xarid olmoqchiman. Sayın telechkalardan bog'lan ekan shu. Agroservis do'konida yangi partiyada mana bunaqa telechka, karchapatli ustonka qilingani va boshqa turdagi telechkalarimizdan bor ekan. Telechkalarimiz ulgurmayapti, ustalarimiz ham tez sotilib ketyapti. Bir kunda o'zida 10 ta chiqib qo'ysa, balki 10 ta hammasi tezda ketib qolyapti. Atiga mana $200 qoldi xolos. Mana bunaqa karchapatlar so'raydi. Shu karchapatlarimizdan olib kelib qo'yganmiz, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bugun sizlarga kerak qisqacha Belarus motovlogimizni hamda ishlash jarayonlarini qo'yib ko'rsatib bermoqchiman. Bu turdagi Belarus motovlogi original Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motovlog hisoblanadi. Yuqori turlari benzin boqda 3 litrlik soatiga yarim kitobida yarim litr beradi, lekin hamma joyda kitobiy bo'lmaydi. 600 grammdan rasxat bera oladi. Yurish joy zavodning orqaga yarimta tortibga yurib bera oladi ekan. Bundan tashqari g'o'zdiqlar maslin filtr qilib ishlangan motorlar 170F motor modachiga bor. Hamda mana bunaqa 550 litr katta korobka usulli qilingani. Xo'p, orqasida qishloq xo'jaligi bomba, qishloq xo'jaligiga suv nasos karchabatlarni ustovka qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ular juda ham uzun qilib ishlangan, arabada o'tirganingizda ham bemalol yetadi va ishlay oladi. O'tirish joylaringiz taxtadan, oyoq qo'yish joylaringiz listlardan qilib ishlangan, hamma yo'g'i ponni temirdan hisoblanadi. Dishlarsa aylanadigan dishlar, ballonlar mashina ballonlardan qo'yilgan. Ballonlar mashina ballon qanotlariga bemalol bir kishi chiqib sakrasa ham kishidan qilmaydi. Xo'p, hozir bu bitta qanotga 2 kishi chiqadi, ko'ramiz. Ustakamiz keladi. Ustaka keling. Motovlogimizni ko'ra solib qo'ydim akalar. Hozir ko'rishlarga bir kishi, endi 2 kishi chiqamiz. Ko'rishlarga 2 kishi bemalol sakra o'ynab kulib. Ustaka nari tomondan tekshirib bering. Ustakamiz o'zi juda ham yaxshi. Og'irligingiz necha kilo aka? 50-60 kilolik hamda 80 kilolik odam faqat chiqdi, hech nima bo'lmadi. Qanotlar aytganda baquvvat ham ustida 20 minut xohlay 80 minut arg'amsaklab tursam bo'laveradi. Bu hech qanaqa sinib, egilib ketmaydigan qanotlardan qo'yib ishlangan hisob. Arabamizni og'irliklarini 500 kg yuk torta oladigan og'irliklardan qilib ishlanganmiz. Xo'p, go'shtlarga ishlar juda ham chuqur qilib ishlangan, hamma yo'g'i ponni karkas to'g'ilgan hisoblanadi. Kimga mana shu turdagi arava yoki motovloylar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomer qoldirib orqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Endi akalar buni boshida bitta minishni ko'rdik. Endi odam o'tirsa hamda qo'yib olganda qanaqa yurishlarini hammasi bir qator ko'rsatib beraman. Bitta odam orqaga o'tirib oladi. Psixolog solib qo'ygandan keyin o'zi bemalol yurib ishlab joyiga kelib tormozlargacha ko'rsatib beradi o'sha odamni o'zi. Qani akalar videoni boshladik.
ko'rlarni ishlashlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Bu turdagi original Belarus motovoylar xuddi shu holatda qo'yvorsalarni o'zlari bemalol yura oladi. Kimga bu turdagi aravamiz yoki oldagi motovoylar kerak bo'lsa, ekran pastdan nomerlar orqali chiqishlar mumkin bo'ladi. Soni cheklanmagan holatda bor. Xohlang yig'ilgan oling, xohlang mana bu yashida yig'dirib olishingiz imkoniyatingiz bor. Biz Manzillarimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni Optim bazarini birinchi qilib xarid qilib olaman ekanamiz. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqishlar mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlilar sog' bo'lsin. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ulashib qo'yishni unutmang. Xayr, jonlilar sog' bo'lsin akalar.